Assalomu alaykum, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun 2026-yil 14-fevral 2015-yilning oxirida ishlab chiqarilgan Captiva'miz do'stlar. Qora svet, kraskalar rodnoy, kam yurgan, holati cho'tki holatda narxini e'tibor beramiz do'stlar. 154 million so'mga shu Captiva'ni xarid qilasizlar. Bonusini Tico'ni podarka etib qo'shib beramiz do'stlar. Podarkasini Tico bo'ladi. 154 million so'm Captiva'ning narxi do'stlar. Bonusini Tico. Narxi e'tibor beringlar. 2015-yilning oxiri, kraskasi rodnoy. Xohlasanizlar, bank etib olaman desangizlar 75 million so'm pul kelasizlar. Captiva'ni bank etib chiqarib beramiz. Oylik to'lovini telefon ursanizlar tushuntirib beramiz do'stlar. Bonusini Tico'ni berib beramiz. Xohlasanizlar, barter variant ham bor do'stlar. Gentra, Cobalt, Damas farqi yo'q. Libo avtomashinalarning ikkalasini hisoblab vaqtlamizdan shu mashinalarni beramiz sizlarga do'stlar. Bemalol kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi. Like bosamiz, videoni tarqatib do'stlar. Hozir bir qator mashinani ko'rsatib o'tamiz. Tico'miz 99-yilda ishlab chiqargan, holati zo'r, cho'tki holatda turibdi. Xohlasanizlar kelib tekshirib olsangizlar ham bo'ladi. Benzinda. Captiva'ning holati cho'tki holatda, kraskalari rodnoy, bemalol kelib, livi ustangiz bilan tekshirib olsangizlar ham bo'ladi. Diniq holatda turibdi. Kirsilgan, chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q do'stlar. Bemalol kelib ustida tekshirib olsangizlar bo'ladi. 154 million so'm do'stlar Captiva'ning narxi, bonusini Tico podarka bo'ladi. Like bosamiz, videoni sirasi tarqatib chunki narx ham zo'r, bonus ham zo'r do'stlar. Like bilan kommentariyada bangalatamiz.